Xitoy hukumatining 2017-yili boshlangan keng ko'lamli tutqunda qo'lga ilinib, qamoqqa hukm qilingan Uyg'urlarga oid shaxsiy delolar navbatda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xohlagancha tutqunga qarshi xizmat guruhining diqqat nuqtasiga aylanmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mazkur xizmat guruhi yaqinqi bir yil ichida Xitoy turmalaridagi Uyg'urlarga oid shaxsiy delolarga qarata ayrim-ayrim 3 dokument e'lon qilib, bu delolarga qarata qonun va xalqaro ahdnomalar nuqtasidan fikr bildirgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xizmat guruhi bu dokumentlarning birida Xitoy turmasidagi yozuvchi Yalqin Ro'zining uzun muddatli qamoqqa hukm qilinishining qonuniy asosi yo'qligini bildirgan. Dokumentda Yalqin Ro'zining qo'lga ilinishi va tutib turilishi xohlagancha tutqunga kirdiganligi, uning adil sotlanmaganligi, bu deloning fikr erkinligiga xiloflik qilishga kirdiganligi, bu deloda Xitoy hukumati xalqaro kishilik huquq universal ahdnomasining nurg'un moddalariga xiloflik qilganligini bildirgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken apandi 9-may kuni Erkinlik sarayida o'tkazilgan yillik erkinlik mukofotini tarqatish marosimida Uyg'urlar masalasini yana bir qatim tilga oldi. Bu vaqtdagi ahvolni tilga olganda diktator hokimiyatlarning torni kontrol qilish orqali zulmni yoshirganligi, shuningdek tor orqali kishilik huquqlarni payqon qilganligini eskartdi. Buningdan qabih vositalarning biri dal biologiyalik uchurlarni to'plash orqali zulmni kengaytirish ekanligini bayon qilib, Xitoyning buningdagi eng tipik misol ekanligini aytdi. Bu vaqtda qilgan so'zida yuqori saviyadagi biologiyalik texnikalar Xitoyni gen asosidagi nazoratga muyassar qildi. Xitoy bo'lsa bu texnikani hozir Uyg'urlarga ko'plab tatbiq qilyapti. Navbatda bu hol Tibet rayoniga kengaymoqda dedi. Xitoy yaqinqi yillardan beri Türk Cumhuriyetlerini texmo yeniga tortishga urinayotgan bo'lib, yaqinda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston prezidentlari Xitoyda ziyoratda bo'ladi ekan. Xitoy siyosiy kengash organ to'rining 9-martdagi xabarda bildirishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying bayonot e'lon qilib, Xi Jinpingning taklifiga binoan Qozog'iston prezidenti To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Jafarov, Tojikiston prezidenti Rahman, O'zbekiston prezidenti Mirzoyevlarning 16-maydan 20-maygacha Xitoyda davlat ishlari ziyoratida bo'lganligini bildirgan. Amerika Davlat bexatarlik maslahatchisi Jake Sullivan, Xitoy Kompartiyasi Markaziy tashqi munosabatlar komiteti ishxonasining mudiri Wang Yi bilan ko'rishdi. Oqsaroy va Xitoyning yozma bayonotida Sullivan bilan Wangning 10-maydan 11-maygacha Avstriyaning poytaxti Viyannada ko'rishganligi xabar qilindi. Bu yig'in 2-mayda Xitoyning jasus sharining Amerika va tavalligiga kirishdan kelib chiqqan Krizis va tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning planlagan Xitoy ziyoratining bekor qilinishidan buyon Washington bilan Beijing o'rtasidagi eng yuqori darajalik diplomatik aloqa bo'lgan. Fransiya Tashqi ishlar ministri Catherine Colonna Xitoyning Rossiyani Ukrainaning egalik huquqi va zamin butunligiga hurmat qilishga qoyil qilishda muhim rol o'ynaydiganligini aytdi. Fransiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Colonna tunugun Parijda Fransiyani ziyorat qilayotgan Xitoy Tashqi ishlar ministri Qin Gang bilan ko'rishgan. Tayvan bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyat kun sari kuchaymoqda. Xitoyning Tayvan atrofidagi harbiy manevrini kuchaytirayotgan bir paytda Tayvanda Xitoyning tajovuziga qanday qarshi turish haqida manevr o'tkazildi. Manevr ssenariyasiga qaraganda, urush vaqti 2025-yil 26-avgust bo'lib, Tayvan bo'g'izida Xitoy dengiz armiyasi paraxotlari mashg'ulotga tayyorlangan. Xitoy armiyasiga tava boshqarilgan bomba poytaxt tabiidagi bir turalg'oga so'qilgan. Tayvanning izlash, qutqizish va davolash guruhlari bo'lsa, xarobilik ostida qolganlarni qutqizmoqda ekan. Amerikaning Florida shtati qonun ma'qullab, Xitoy fuqarolarining bu shtatda yer setib olishi va egilishini chekladi. Hozir Amerikadagi 10 shtat buningga o'xshash qonunni yo'lga qo'ymoqda.